Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Mana bugun shunday bir xursandchilik vaqtda turibman. Men mana shu Qorli mahallasining bir nurona insoniman. Men shunday aytamanki, mana shunday mamlakatimizni, mana shunday qishloqlarimizni hammasini qorli qishloqlarni ham asfalt qilib, to'liq asfalt qilib berib, mana shunday xizmat qildilar. Yurtboshimizga, viloyat hokimimizga, tuman hokimimizga ona xizmat qilishadi. İnsanlar hammasiga rahmatnomalar aytaman, tashakkurlar aytaman. Umrlari uzoq bo'lsin.